erkaklarning qaysi atiridan ayollar o'zini yo'qotib qo'yadi? Nomini aytishdan oldin sizlarga uni qanaqa ta'sir qilishini ko'rsatmoqchiman. Аж мурашки по коже. Секси-ароматик такой, знаете? Сексуальный. Odam o'ziga mayin qiladigan hid ekanda. Qizni aylantirsa bo'ladimi bu hid bilan? Ishsali. Такой брионилada kiyinadigan. Lider erkaklarni ham hidi kelib turdi. 100 из 10. Undan 100 beraman. 10 ball beraman 100%. Qanaqa atirligiga qiziqdingizmi? Albatta, bu teorema. Bulgari Tiger atirdi. Bilganlar biladi, xuddi shu atirni. Aynan o'zi, faqatgina nomi teorema xolos. Birga bir, kopiyasi ham emas. Xuddi ichida qanaqa mahsulot bo'lsa, bunda ham xuddi shu mahsulot. Haqiqiy erkaklarning atiri. Men sizga hozir raspakovka qilib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham nafis, ham chiroyli, sovg'aga ham zo'r. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Eshigingiz tagigacha. Dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamingizni kommentda yozib qoldirsangiz, biz siz bilan bog'lanamiz. Narxi qiziq bo'lsa, plyus belgisini qoldiring. Atirni men sizga ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Mashalloh. Haqiqiy erkaklarning hidi bu. Haqiqiy erkaklar shunaqa atir sepadi. Bu kopiya emas, lyuks emas. Haqiqiy original atir. Sepganingizdan keyin 10 kungacha kiyimingizdan hidi ketmaydi. 1000 marta ko'rib, eshitgandan ko'ra 1 marta olib ishlatganingiz afzalroq. Keling, xarid qiling, ishlatib ko'ring. Juda ham zo'r atir.